Sizlar bugun ham mana oyim bilan yurishga chiqdim. Mendan ko'pchilik so'raydi, kimdan motivatsiya olasiz deydi. Men onamdan ham motivatsiya olmayman. Erimdan ham motivatsiya olmayman. Bolalarimdan ham motivatsiya olmayman. Men faqat o'zimdan motivatsiya olaman. Chunki men o'zim bilan gaplashishni yaxshi ko'raman. Tinch vaqtni yaxshi ko'raman. Hech kim xalaqit bermasa, men o'zim bilan maza qilib gaplashsam, bu hayotga nima uchun keldim? Mening missiyam nima? Bugun o'zimni uchun, sog'ligim uchun nima qildim? Mana shu savollarni men o'zimga berib, agar shu savollarga javob topa olmasam, o'sha kunimni o'g'il qilgan hisoblanaman men o'zim uchun. Men shunaqaman. Shuning uchun men sizlarga tavsiya qilaman, hech kimdan motivatsiya kutmanglar. Shunchaki o'zingizlar bilan gaplashishni o'rganib olinglar, sizlar ham ishoninglar, menga rahmat deysizlar. Prosta o'zingizga savol beringlar. Bugun men o'zim uchun nima qildim? Sog'ligim uchun nima qildim?